elektron retsept, demak tizimi. To'g'risini tan olishimiz kerak, aynan elektron retsept tizimi joriy etilganda juda ko'p aholimiz orasida har xil fikrlar, qarashlar ko'paydi. Bu aynan tizimi joriy etilishi farmatsevtika mahsulotlarini sifatini ta'minlash yoki xalq orasida uni ancha samarali va sifatli foydalanishini ta'minlashda qanday turtki bo'ldi? Albatta, mana shu Demet tizimi, ya'ni sog'liqni saqlash tizimini raqamlashtirishdagi shu mantiqiy zanjir shu dorixonada yakunlanadigan bir qismi bor. Ya'ni shifokor dori vositasini tayinladi va ushbu dori vositasi retseptli bo'ladigan bo'lsa, dorixonadan bemor tomonidan sotib olinishi mumkin. Ya'ni ushbu tizim mantiqiy yakuni sifatida mana dorixonalarda bu narsa joriy qilindi. Oldingi yildan boshlab shu Yunusobod tumani va 15 ta respublikamizning 15 ta tajriba tuman va shaharlarida bu dorixonalarda nisbatan osonroq joriy qilindi infrastruktura nuqtai nazaridan, chunki har bitta dorixonada kompyuter bor, internet ulangan va bu Demet tizimiga bu yerda ham albatta dorixona kirib mutaxassislar, ya'ni raqamlashtirish bo'yicha mutaxassislar, litsenziya bo'yicha mutaxassislar kirib tushuntirib qanday ishlatiladi. Albatta boshida muammolar bo'ldi, boshqa bo'ldi, lekin bugungi kunda bu tizim juda ham yaxshi ishlayapti. Va bu o'z navbatida mana dori vositalarini 22-yil boshidan maxsus raqamli markirovkalanishi majburiy etib belgilandi. Ya'ni har bitta dori vositasini qutisi sertifikatlashtirish jarayonida yoki ishlab chiqarish jarayonida bu ya'ni ro'yxatdan o'tkazilganligi va sifat sertifikatiga ega dori vositalari aylanmasi nazoratga olib borilyapti. Endi ushbu elektron retsept tizimi bilan shu raqamli markirovka tizimi birlashganligi natijasida bizda shu kontrabanda yoki boshqa sifatsiz dori vositalari aylanmasi albatta cheklanadi. Chunki bu yerda sifatli, xavfsiz sertifikatlari mavjud ro'yxatdan o'tkazilgan dori vositalari aylanmasi to'liq elektron tizim orqali ko'rilishi mumkin. Raqamli shu markirovkani soliq qo'mitasi nazorat qilib boradi, ya'ni ishlab chiqaruvchidan ulgurji kompaniya va dorixonagacha bugungi kunda qanday dori vositalari turibdi, nechta quti qaysi dori vositalari, qaysi seriyasi turibdi, u retseptlimi, retseptsizmi, bu narsa barchasi ko'rib turiladi soliq qo'mitasi tomonidan. Va elektron retsept tizimi bu u tizim ham ulangan dorixonaga, ya'ni retseptli yoki retseptsizi bemalol sotib olsa bo'ladi. Endi bemorlar yoki ularning yaqin qarindoshlari dorixonaga kirganda bir necha varianti bor dori vositasini sotib olish. Retsept tayinlangan dori vositani, ya'ni QR kod asosida yoki shu jismoniy shaxsning identifikatsion raqamini aytsa, ushbu elektron tizimda ushbu bemorga tayinlangan dori vositalari chiqib keladi, qanaqa dozirovkada, qancha vaqtda qabul qilish kerak boshqasi va dorixonaning shu o'zini elektron tizimi orqali unda qanday turlari borligini ko'rsatib va bemor shu narsani sotib olishi mumkin.